Ketyaptimi? Lan ketyapman. Tinchlikmadi, menda ishingiz bormidi? O'tgan ishxonamdan ham 3 marta sizdan doktorga borib kelib, haydaldim. Bir oydan beri ishsiz yuribman, itga o'xshab. Hozir bir joyda ish bor ekan. O'shaqa suhbatga ketyaptim. Bir pas tinch qo'yib turinglar meni. Yaxshi borib kelgin deb duo qo'ydim. Qo'ysizchi. Robbim, shu o'g'lim ham qiynalib ketdi. O'zing yo'lini ochgin. Katta bo'lsa ham yuzini nurli qilib ko'rsatchi. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. E'lon bo'yicha keldim. Sizlarda ish bor ekan. Shunga rahbar bilan gaplashsam dedim. Voy akajon, ozgina kech qolibsiz. Kecha oxirgi ishchini ishga olib qo'ydik. Ming bor uzr-a? Mayli, xo'p. Okajon, 1 minut. Ha, keling o'tiring. Xuddi sizni ancha yildan beri taniydigandayman. Yuzingiz juda ham nurli. Qattiq ko'rishganmiz, aka. Men o'zi e'lon bo'yicha kelgan edim. Haqiqatdan ham yuzlaringiz nurli ekan. Xotiraman. Siz ishga olindingiz. Ertaga ishga chiqsangiz bo'ladi. Yo'q, ertadan emas, bugundan ishga tushsangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Ya Allohim, otam qilgan duoni men sinaganim uchun shuncha ajr bersang, agar otamning duosini olib yursam, meni nimalar kutyapti? Yuzini nurli qilib ko'rsin. Ukam, chorsiga tashab qo'ying. Mayli, chiqing. Shoshmay turing aka. Ustuvochingiz dabdala ekan, orqaga chiqib ola qoling. Bo'ldi. Ha, do'da. Hamma yog'ingiz dabdala bo'lib ketibdi-yu. Tirikchilikdanmi deyman? Ayo ukam, 60 ga kirgan bo'lsa ham sinfdoshlar bilan hozirgacha oqibat qilib turamiz. Bitta o'rtog'imiz uchastka quryapti. O'zimizcha hasharga bordi-da, ustim sal chang bo'libdi. Mashinangizni kir qilib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr-a. Chiqishga chiqib bo'ldingiz-ku. Tumoyka qildirib olaman deb mashinani. Ukam, men chaproqda to'xtatib yuboring. Ye, ana adam keldilar, sumkani ber. Yo'q. Hadi, har safar xijolat qilasiz-da. Bo'ladi, hozir. Oke. Ko'rmaysizmi odamlarni? Har safar xijolat bo'lmaydi deb bizani aytmasdan o'zlari taksida yetib kelib oladilar. Okajon, Ramazon muborak. Mana buni olib qo'ying. Mendan men roziman. Juda ko'p-ku. Rahmat sizga. Ketdimadi? O'g'lim, sen borib tur. Xo'p. Ko'rinishdan yomon insonga o'xshamaysiz, lekin shu narsani unutmang. Kibr insonning oxiridir. Omon bo'ling.